Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz davomida musbat va manfiy sonlarni qo'shilish amallarini o'rganib o'tamiz. Avvalambor mana bu qoidalarga bir e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni har xil ishorali sonlar ayrilar ekan, bir xil ishorali sonlar qo'shilar ekan va natijaga doim kattasini ishorasini qo'yamiz. Misollarga e'tibor berib chiqamiz. Har xil ishorali uchun ayiramiz. 26 19 ayirsa 7 va natijaga kattasini ishorasini qo'yamiz. Har xil ishorali sonlar ekan ayiramiz, ya'ni 43 dan 23 ayirsa 18 va natijaga kattasini ishorasini qo'yamiz. Ya'ni kattasi deganda 43 bilan 23 taqqoslaymiz. Qaysi biri katta bo'lsa, o'shani ishorasidan natija olamiz. Bu misolimizda berilgan sonlar bir xil ishorali. Mana bu qoidaga ko'ra bir xil ishorali sonlar qo'shilar ekan. Ya'ni ishorasiga e'tibor bermasdan turib 38 22 ni qo'shamiz, natija 60. Va kattasi ishorasini natijaga qo'yamiz, minus 60 ga javob. Mana misolda endi opti borlar sirazi hisob-kitob qilib ketishimiz mumkin, lekin endi o'rganayotganlar ikkita boshlanishda ishlashsa yaxshiroq tushuna olishadi, ya'ni adashmasdan ishlashadi. Hozir mana bu ikkita son ustida amal bajaramiz avvalambor. Ya'ni ishoralar bir xilligi uchun mana bu qoidaga ko'ra ularni qo'shamiz. Ya'ni 37 ga 15 qo'shsa 52 va natijaga ishora qo'yishni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni natijaga doim kattasi ishorasi qo'yiladi. Hozir 37 kattaligi uchun ishorani minus qo'yib ketamiz natijaga. Qolgan davomini ko'chira olamiz plyusdan 72. E'tibor berayotgan bo'lsa, yana bizga ikkita son ustida amal bajarish kelib qoldi misolimiz. Bu misolimiz tarkibimizda ishoralar har xil, shuning uchun ayiramiz. Ya'ni 72 dan 52 ni ayiramiz 20 va natijaga kattasi ishorasini ta'sir ettiramiz. Yuqoridagi savollar yechimi tushunarli bo'lgan bo'lsa, quyidagi savolning yechimini izohlarda qoldirishingiz mumkin.